Iye, nima bo'ldi tushunmadim. Hech narsaga tushunayotganim yo'q. Ha, mayli, ahamiyat bermaymiz. Men ishni qilishim kerak. Video darslikni tomosha qilaychi. Nima bo'layotgan ekan? Va nihoyat ishni oxiriga keldingiz. Tabriklaymiz. Siz atom bombangizni yaratdingiz. Nima? Atomli bomba? Qanday atomli bomba? Men bor yo'g'i 5 karra aytmoqchi edim. Bo'lishi mumkin emas. Bu video darslik xato. Hoziroq men videoni boshidan ko'rishim kerak. Tushunmayapman, hech narsaga tushunmayapman. Qanday qilib? Axir men shunchaki katta 5 karra aytmoqchi edim. Bu juda ham katta bo'lishini xohlagan edim. Qanday qilib men atomli bomba yaratib qo'yishim mumkin? Ha, to'g'ri o'ylab qarasa, ko'rinishi ham atomli bombaga o'xshaydi. Ah, jinnursin. Endi nima qilsam bo'lar ekan? Buni yashirinishim kerakmi? Nima qilishni bilmayman. O'yla, ahmoq Shetil. Endi nima qilasan? Buni qanday yashirasan? Ah, jinnursin, mayli. Buni endi erta bo'lishiga bilib olamiz. Men kompotdan yordam so'rayman. Barchangizga salom. Sizlar bilan men Kompot. Mening kanalimga xush kelibsiz do'stlar. Men bugun kayfiyatim juda ham a'lo. Men hozir uyqudan turganligim uchun sal nima deydi, uyqusirab turibman do'stlar. Ahamiyat bermaysizlar. Bugungi kunni qaranglar. Kun juda ham ajoyib. To'g'rimi? To'g'ri. Bugun dam olish kuni, shuning uchun sayr qilmoqchiman ozgina. Lekin hech kim ko'rinmayaptimi tushunmadim, lekin bu juda toza havo. Lekin bu yerda hech kim ko'rinmayapti. Nega hech kim ko'rinmayapti? Men qo'shnimdan so'rab ko'raychi, Jitel qayerga ketib qolibdi? Xo'p, Jitel. Yo'q, kimdir keldi. Men nima qilaman? Eshikni ochishim kerak. Jitel, nimaga ochmayapsan? Alo. Uyda hech kim yo'q, ketavering. Nima qildim men hozir? Men bu yerdaligimni bilib qoldi-ku. Tushunmadim do'stlar, Jitel jinniroq bo'lib qolganmi? Axir men seni ko'rib turibman-ku, Jitel, nimaga ochmayapsan? Ocha qol, Jitel. Alo. Ochmaysanmi, Jitel? Men unda o'zim kiraman. Qarab tur sen eshagim. Mana eshigini ochdim. Kompot, sen buni ko'rmading. Iltimos, bu yerdan. Bu nima? To'xta. Sen nima qilding, Jitel? Iltimos, Jitel, qochib tura olasanmi? Bu nima? Vau. Bu nima? Kompot. Bu atomli bomba. Nima? Atomli bomba? Buncha ajoyib. Xullas, men eshit. Men 5 karra aytmoqchi edim, ammo men adashib atomli bomba yaratib qo'ydim. Hazillashyapsanmi? Sen qanday qilib atomli bomba yaratib qo'yishing mumkin? Bunchalik ajoyibligini qirri. Lekin bu juda ham xavfli, bilasanmi? Ha, bilaman. Ammo nima qilay? Men ham qo'rqib o'tiribman-da. Senga aytsam, men video darslik ko'rgan edim. Mana shu video darslikdan shunday qilib qo'ydim. Nima? Video darslikdan? Video darslikdan ham shunaqa qilish mumkin ekanmi? Unaqa videolar bormi YouTube'da? Bilmadim, shunaqasini topib oldim-da. Adashib topib oldim. Bilmayapman endi nima qilishni. Menga yordam ber. Ajoyib. Men bilmadim buni nima qilishni. Jitel, kelib buni ichini ochib ko'ramiz. No, nima bu? Voy, chinni ahmoq, bu nima? Nima ekan? Men adashib qilib qo'ydim-da. Meni kechir. Voy, jinnimisan? Bu chinni qishlog'ini yo'q qilib yuboradigan atomli bomba ekan. Bilasanmi? Bu qishlog'imizni butunlay yo'q qilib yuboradi. Bilaman. Endi nima qilaman? Xullas, biz buni yo'qotmasak, bilasanmi, sen qamalasan. Senga qo'shib, hozir men bunga qo'shilsam, men ham qamalib ketaman. Demak, biz buni yo'qotishimiz kerak. To'g'ri aytasan. Biz buni yo'q qilib yuborishimiz kerak. Endi biz bunga yuk mashina olishimiz kerak. To'g'ri aytasan. Mikrovolnovka ham yaratmoqchi bo'lasanmi? Ahmoq. Endi buni qanday qilib yo'q qilsak ekan? Musulkaga yotaveramizmi? Buni sindirib tashlash kerak. Bilmayapman. Endi qanday qilsak bo'lar ekan, do'stlar? Men tushuna olmayapman. Mayli, biz unda yuk mashina olib kelib, mana shuni yo'q qilib yuboramiz. Hozir Jitel kelsin-chi. Lekin buni ichini qarang. Bu butun qishloqni yo'q qilishga yetadi-ya, kuchi. Shunaqa ham atomli bomba yaratib qo'yish mumkinmi? YouTube orqali kamiga mikrovolnovka yaratib. Jitel kelarmikin? Ahmoq Jitel. Mana kelyapman-ku. Mana keldim. Men pechka olib keldim. Nima? Pechka olib kelding? Nima uchun pechka olib kelasan? Ajoyibmisan? Prosta olib keldim-da. Xullas, bu narsa tez qilar edi mikrovolnovkani isitishini. Yo'q, tez qilardi. Jinnisan sen, haqiqiy jinni. Men lekin bu narsalarni umuman tushunmayapman. Ishongin menga. Men ham tushunmayapman-ku. Hozir juda ham stressdaman. Bilmayapman. Mana buni ichini ochamiz. Mana ko'ryapsanmi? Sakrayapman. Jinni, ammo unday qilma. Bu adashib portlab ketsa nima bo'ladi? Bilmadim, hazillashyapman-da. Men hech narsaga tushunmayman o'zi. Shunchaki yaratib ko'rganimda. Apchu!
Nima? Biz qayerdamiz? Jitil biz qayerda bilmadim. Nimaga bu yerlar oppoq, juda ham oppoq. To'g'ri aytasan, nimaga bu yerlar oppoq? Men bilmayapman. U portlab ketdi. Atomli bomba portlab ketdi. O'ylabsanmi, atomli bomba ya? Chin ursin ahmoq Jitil. Endi nima qilamiz? Mana bu yerda Jitillarmi? Jitillar. Bu yerga kelinglar. Sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Kompot. Bu yerga biz qanday kelib qoldik? Qandaydir ovozlar chiqdi. Bum degan ovozlar chiqibdi. Biz bu yerga paydo bo'lib qoldik. To'g'ri aytasizlar. Jitil ahmoq, atomli bomba portlatib yubordi. Nima atomli bomba? Qanaqa atomli bomba? Jinimizlar. Mana shu Jitilni deb bo'ldi. Bu adashib pech kartaman deb atomli bomba yaratib qo'ydi. Mana shuni deb hamma joy portlab ketdi. Tushunyapsizlarmi? Hammangiz sukut saqlanglar. Bo'ldi. O'zingizni bosing. Kompot, endi nima qilamiz? Biz bu yerda paydo bo'lib qoldik. Biz qanday bu yerda paydo bo'lib qoldik o'zi? Endi tezroq qishlog'ini o'z holiga qaytarib, bizni qishlog'iga qaytar. Tushunyapsanmi, Kompot? Do'stlar, endi men bilmayman bu yerdan qanday chiqib ketishni. Hozir buni o'ylab olishimiz kerak. Shuning uchun hammamiz sal sabr qilib turishimiz kerak. Men bu haqida o'ylab olishim kerak. Biz sabr qilmaymiz. Sabr qilinglar, iltimos sizlardan. Sabr qilsalaring, biz bu yerdan chiqib ketamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Iltimos, faqat sabr. Do'stlar, endi nima qilsam bo'lar ekan? Menga yordam beringlar. Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Jitillar, hammamiz birga bo'lib fikr qilaylik va biz bu yerdan qanday chiqib ketishni o'ylaylik. Tushunyapsizlarmi? Hech kim qo'rqmasin, xavotir olmasin. Do'stlar, biz hozir o'ylab olishimiz kerak. Bu yerdan chiqib ketmasak bo'lmaydi. Ahmoq, senlarni deb hammasi o'zi. Men shu yerda o'zingizni bosing. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Bu yerga men sizlarni o'zim teleport qildim. Ba'd o'zingizni bosing. Admin, siz va nihoyat keldingiz. Va nihoyat endi hammasi yaxshi bo'ladi. Kompot, bu yerda nimalar bo'lganini bilaman. Sizni do'stingiz mana bu atomli bombani yaratib portlatdi, to'g'rimi? Ha, shunday. Bu atomli bombani portlatganligi uchun biz mana shu yerda paydo bo'lib qoldik. Buni siz qildingiz, to'g'rimi? Albatta, men sizlarni bu yerga teleport qildim. Bu portlab ketganligi uchun Minecraft ishdan chiqdi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Meni debmi? Hammasi meni deb. Endi sizni qamoqqa tiqamiz. Bizni kechiring. Bo'lishi mumkin emas. Bizni kechirasiz. Yo'q, Jitil o'yindan chiqib ketdi. Bo'lishi mumkin emas. Endi nima qilamiz? Shundan gapiring, admin. O'zingizni bosing, barchangiz. Qishlog'ingizni qaytaramiz, ammo menga yordamingiz kerak. Kompot, siz menga yordam berasiz. Hozir men sizni qishlog'ingizga teleport qilaman va qanday ahvolda bo'lganligini siz u yerda ko'rib olasiz. Yo'q, ketik, tezroq bo'laylik, iltimos. Biz Minecraftni qaytarishimiz kerak. Avvalambor, mana bu kiyimlarni kiyib oling. Bu xavfsizligingiz uchun. Ha, to'g'ri. Bu virus o'tmasligi uchun. To'g'ri aytasiz. Endi biz ketamizmi? Albatta ketamiz. Ketik. Bu juda ham xavfli. Siz ko'zingizni yumib oling, chunki boshingiz aylanishi mumkin. Keldik. Ahvolni qarang. Biz teleport bo'ldik. Admin, men bezashishdaman. Bu yerda jonim ketyapti. To'xtang. Siz mana bu suvni ichib oling. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Rahmat. Hammasi yaxshi bo'ldi. Mana bu yerlarni qarang. Sizni jitilingiz nima qilganligini. Chin ursin. Bu yerlar nima? Minecraft qanday holga tushib qoldi, do'stlar? Bo'lishi mumkin emas. Yomg'ir yog'yapti va merlar hamma joy qop-qora. Juda ham yomon ahvolda. Bu hammasi Jitilni deb. Bu nima? Bu 13-qishlog'mi? Ha, bu 13-qishloq. Mana shu Jitilni deb. Mana shunday ahvolga kelib qoldi. Endi nima qilsak bo'lar ekan, admin? Endi vazifamizni gapiring. Nima qilishimiz kerak? Xullas eshiting. Biz bu yerdan yashil rangli daraxtni topishimiz kerak va u daraxtni topsak, bizning ishimiz o'z nihoyasiga ketadi. To'g'ri aytasiz. Men hozir uni qidirishga tushaman. Men cho'llar tarafdan qidiray uni, siz o'sha tarafdan qarayvering. Men o'zim eplayman. Xullas, Frenzy, mana bu yerlarni qarang qanday ahvolda. Jin ursin, shunaqa ham ahvol bo'ladimi ya? Tezroq topishimiz kerak. Men cho'llarga yetib keldim. Qayerda bo'lishi mumkin? U yashil daraxt. Tezroq u yashil daraxtni topishim kerak. Qayerda bo'lishi mumkin? Ana u yashil daraxt. Do'stlar, men uni topdim. Frenzy, siz uni topdingiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Ha, endi biz u yerga borishimiz kerak. Yes! Va nihoyat biz uni topdik. Endi qishlog'imiz o'z joyiga qaytadi. Minecraft o'z joyiga qaytadi. To'g'ri aytasiz. Sizning yordamingiz bilan albatta. Yes! Ura! Siz buni uddaladingiz. Men admin bo'lsam ham bu yashil daraxtni ancha payt qidirdim, ammo topolmadim. Lekin siz keldingiz, topib qo'ydingiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Sizga rahmat. Endi qishlog'ingizni o'z holiga qaytaramiz. Do'stlar, barchangizga rahmat. Bugungi videomizda joy bo'ldi degan umiddaman. Shuning uchun hammangizga xayr, do'stlar.